Robert Kiyosaki Boy ota, kambag'al ota audio kitobi 3-qism. 1-bob. Boy ota, kambag'al ota. Mening 2 otam bo'lgan. Bir boy, ikkinchisi kambag'al. Birinchi otam yuqori ma'lumotli, ziyoli, falsafa fanlari doktori unvoniga ega. 2 yilda 4 yillik kollejni tugatgan. Keyin Stanford universiteti, Chicago universiteti va Shimoliy G'arbiy universitetlarda bilimini oshirgan. Har doim stipendiya olgan. Ikkinchi otamni bilimi ancha sayoz edi. Ikkala otam ham mansab pog'onalaridan yuqorilab, kerakli yutuqlarga erishgan. Ularni oxirigacha mehnat qilishgan. Ikkovining ham daromadlari yetarlicha edi. Lekin birinchisi Gavayidagi eng boy odamlardan bo'ldi. Ikkinchisi ko'pincha moliyaviy tanglikka duchor bo'lardi. Birinchisi vafotidan so'ng oilasiga bir necha $10 million xayriya muassasalari va o'zining cherkovini qoldirdi. Ikkinchisi esa to'lash kerak bo'lgan qarzdorlik cheklarini qoldirdi. Ikkala otam ham kuchli irodali, boshqalarga ta'sirini o'tkazadiganlardan edi. Ikkovi ham maslahat berardi, lekin har xil. Ikkovi bilimga tayanardi, lekin o'qishning har xil yo'nalishini tavsiya qilardi. Agarda mening bitta otam bo'lganida, men uning maslahatlarini qabul qilgan yoki rad etgan bo'lardim. 2 otam bo'lgani sababli menga 2 bir-biriga zid bo'lgan nuqtai nazar tavsiya qilinardi. Biri boy otamning nuqtai nazari, ikkinchisi kambag'alniki. U yoki bu nuqtai nazarni qabul qilish o'rniga men oldin o'ylardim. 2 nuqtai nazarni solishtirdim. So'ngra tanlardim. Muammo shunda ediki, boy otam hali boyib ketmagan, kambag'al otam hali kambag'allashib ketmagan. Ikkovlari ham ishlarini endi boshlashgan, oila va uy muammolarini hal qilishga kirishgan edi. Lekin pul masalasida ularning nuqtai nazari qarama-qarshi edi. Biri pulga muhabbat, hirs qo'yish, barcha kulfatlar ildizidir desa, yana biri pulning yetishmasligi, barcha kulfatlar ildizidir derdi. Kuchli ta'sir o'tkazuvchi 2 otam bo'lgani uchun men yosh yigitga ancha qiyin edi. Men otalarini maslahatini quloqqa oladigan yaxshi farzand bo'lishni xohlardim, lekin otalarim har xil gapirardi. Ko'pincha ularning pul nuqtai nazaridagi fikrlari har xil bo'lardi va bu shunchalik bir-biridan farq qilardiki, meni qiziqishimni kuchaytirib, o'ylantirib qo'yardi. Har birining fikri haqida men uzoq vaqt o'ylashimga to'g'ri kelardi. Ko'pchilik bo'sh vaqtlarimda nima uchun u menga bunday dedi yoki ikkinchisi nimaga bunday dedi degan savollar berardim. Ha, u haq. Men roziman deyish yoki qariya nimani gapirayotganini o'zi ham bilmaydi deb rad etish qanchalik oson edi. 2 otalik ularni ikkovini hurmat qilishdan qat'iy nazar, u yoki bu qarorga kelishimdan oldin uzoq o'ylash, fikrlash, so'ngra qaror qabul qilishga majbur qilardi. Bir nuqtai nazarni qabul qilish yoki rad etishga nisbatan 2 nuqtai nazardan yaxshisini tanlash imkonini keltirardi. Boylarning borgan asari boyishi, kambag'allarning qashshoqlashishi, o'rta klassik qarzlarga botishining sabablaridan biri pul predmetini, fanini maktabda emas, uyda o'qitishidir. Ko'pchilik odamlar pul to'g'risida ota-onalaridan eshitishadi. Kambag'al ota-onalar farzandlariga pul haqida nimani o'rgata olishi mumkin? U bunday deydi: maktabga bor, yaxshi o'qi. Maktabni a'lo baholarga bitirish kerak, lekin moliya to'g'risida uning aqli ko'p narsaga yetishmaydi. Vaqt esa o'tib bo'ldi.
Pul mavzusi maktabda ko'tarilmaydi. Maktablar o'z rejalari asosida o'qitadi va qandaydir kasbga yo'naltirilgan bilim berishi mumkin xolos. Shuning uchun aqlli bankirlar, buxgalterlar, shifokorlar maktabda olgan yuqori bilimlari bilan moliya frontida bir umr jang olib borishadi. Davlatimizning hayratga soluvchi qarzga botishining asosiy sabablaridan biri shuki, yuqori ma'lumotli siyosatchilar, davlat muassasa boshliqlari pul to'g'risidagi ma'lumotlari sayoz bo'la turib, moliya masalalari bo'yicha davlat ahamiyatiga ega bo'lgan qarorlar qabul qilishadi. Yangi 1000 yillikda millionlab insonlar moddiy yordamga, sog'liqni saqlashda yordamga muhtoj bo'lsa, qanday taranglik yuzaga kelishini ko'z oldingizga keltira olasizmi? Ular o'z oilalariga yoki davlatga qaram bo'lib, doimiy moliyaviy yordamga muhtoj bo'lishardi. Sotsial ta'minot, sog'liqni saqlash muassasalarining pul zaxirasi tugasa nima bo'ladi? Mamlakatimiz qanday kun ko'radi? Agar bolalarni pul mavzusiga kambag'al yoki kambag'al bo'lishga yaqinlashayotgan ota-onalar o'rgatsa nima bo'ladi? Menga ta'sir ko'rsatuvchi 2 otam bo'lgani uchun ikkalasidan o'rgandim. Otalarimning 2 xil fikrlaridan birini tanlaganimda, kimningdir fikri boshqa birovning hayotiga kuchli va samarali ta'sir etayotganini yaxshi tasavvur qilardim. Masalan, bir otam bunday deyish odati bor edi: men bunday qilolmayman. Ikkinchi otam esa bunday fikr yuritishni menga taqiqlab, shu fikrni quyidagicha aytardi: qanday qilib men buni qilishim mumkin? Bu ifodani ma'qullash va savol berish bor. Yaqin orada boy bo'lib ketadigan otam bu ifodalarni quyidagicha tushuntirdi: men bunday qilolmayman deganda inson o'z miyasi ishini to'xtatadi. Qanday qilib men buni qilishim mumkin deb savol berib, o'z miyangni ishlatishga sozlaysan. Kelajakda boy bo'ladigan otam hamma narsaga ega bo'lish to'g'risida o'ylamasdi. Dunyoda eng qudratli kompyuter, ya'ni miyani mashq qildirib turardi. U mening miyam kundan kunga yaxshi ishlamoqda, chunki men uni doimo mashq qilishga o'rgatganman. Miya qancha kuchli bo'lsa, menga shuncha ko'p pul ishlaydi, derdi u. Uning fikricha, kim men bunday qilolmayman desa, o'z miyasini dangasaligini namoyish qilgan bo'ladi. Ikkala otam ham ko'p ishlashiga qaramasdan, pul masalasiga kelganda bir otamning miyasi uxlardi, ikkinchisiniki esa doimo mashq qilardi. Natijada esa bir otamning moliyaviy ahvoli baquvvatlashdi, ikkinchisiniki esa kuchsizlana bordi. Bu bir kishi doimo gimnastika zaliga borib mashq qilsa, ikkinchisi esa divanda o'tirib televizor ko'radigan vaziyatga o'xshardi. Birdan badan tarbiya mashqi sog'lig'ingizni yaxshilasa, miya mashqi ko'proq boylikka ega bo'lishga zamin yaratadi. Dangasalik sog'lig'ingiz va boyligingiz imkoniyatlarini yomonlashtiradi. Otalarim bir xil narsa to'g'risida qarama-qarshi 2 xil fikrda bo'lishardi. Masalan, sog'liq to'g'risida biri boylar kambag'allarga g'amxo'rlik qilgan holda ko'proq soliq to'lashlari kerak derdi. Ikkinchisi esa soliq ishlab chiqaruvchilarni jazolaydi, ishlab chiqarmaydiganlarni rag'batlantiradi. Bitta otam ko'p o'qi, yaxshi kompaniyani topib o'sha kompaniya uchun ishlaysan derdi. Boshqa otam esa ko'p o'qi, yaxshi kompaniyani topib uni sotib olish uchun derdi. Bir otam boy bo'lmaganimga sabab farzandlarim borligi, ya'ni siz. Ikkinchisi esa mening boy bo'lishim kerakligini sababi farzandlarim borligi, ya'ni siz. Biri tushlik vaqtida pul mavzusida gaplashni taqiqlasa, ikkinchisi rag'batlantirardi. Biri ishga pulga kelib taqalganda bilib ish tut, tavakkal qilma desa,
ikkinchisi tavakkal qilishni o'rgan derdi. Biri bizning uyga eng yirik mablag' joylashtirilgan va uy eng yirik aktivimiz. Ikkinchisi esa mening uyim passiv. Agar sizlarning uyingiz eng yirik mablag' joylashtirilgan bo'lsa, ahvolingiz yomon derdi. Ikkala otam maishiy xizmat uchun va boshqa xizmatlarga o'z vaqtida to'laydilar. Faqat biri ayni boshida, ikkinchisi oxirida. Biri kompaniya yoki davlat odamlari ularning yetishmovchiliklari to'g'risida g'amxo'rlik qiladi deb ishonishadi. Uni qo'shimcha ish haqi, ishchi kuchini qisqartirish rejalari, sog'liqni saqlash sug'urtasi, kasallik bo'yicha ta'til, umumiy ta'til va shunga o'xshash mavzular juda qiziqtirardi. U ikkita amakisi armiyada 20 yil xizmat qilib nafaqaga chiqqanidan keyin ularga turli xil qo'shimcha imtiyozlar borligidan juda faxrlanardi. Unga sog'liqni saqlash sug'urta to'lovi, armiyadan bo'shatilganlarga beriladigan imtiyozlar juda yoqardi. Men davlat uchun mehnat qildim, ko'p mehnat qildim. Endi imtiyozlarga haqliman derdi. Boshqa otam esa moliyaviy mustaqillikka ishonardi. U turli imtiyozlar ustuvorligiga to'la qarshi edi, chunki bu narsa zaif va moliyaviy qaram insonlarni ko'paytiradi. U insonlarni moliyaviy mustaqil bo'lishini qat'iy tarafdori edi. Bir otam bir necha dollarni tejash tarafdori edi, ikkinchisi investitsiyalash bilan shug'ullanardi. Biri yaxshi ish topish uchun ta'sirli xat, hujjat yozishni o'rgatsa, ikkinchisi esa kuchli biznes, reja yozish, moliya rejalarini tuzishni o'rgatardi. Natijada men qo'shimcha ishchi o'rinlarini yaratishim mumkin edi. Ikkita kuchli otamning turli fikrlari samarasini kuzatish mening hayotimga ta'sir qilmay qolmasdi.